Ularnichi hammasini ko'zi och. Mana misol uchun bugun tanishasan, ertasi kuni iPhone qolib qoladi. Bittasi Katlavanni qazimasi bilan mansardani menga bering deydi. Tekinga berarmishman mansardani. Xullas hamma qizga meni pulim kerak. Tanishasan, ertasi kuni arendasi chiqib qoladimi? Ismi nima edi? Xullas bittasi bor edi, ismi esimda yo'q. Tanishgan kunim buvisi sanatoriyaga yotqizib kelib qoldi. Shu paytgacha bitta ham ko'zi to'q qizni uchratmadim. Bularga pulim Yaxshi bolaga o'xshaydi-yu, ortingdan shu yergacha ketdi. Kim aytdi yaxshi bola deb? Men unaqalarni juda yaxshi bilaman. Odamning mansablari uchun meni ko'nglimni olishmoqchi bo'lishadi. Kutsa kutib turaversin, men baribir chiqmayman. Kutib qaytib ketadi. Osmondan ohista yog'adi olov, ko'zni ko'r etmoqqa qodir tutun. Bir o'y kemiradi jonni beayov. Bilmayman nimaga sevmaysan meni. Ko'zingdan qo'rqaman, qarab bo'lmaydi. Muhabbat yo'lida talab bo'lmaydi. Baribir o'zingdan so'rab bo'lmaydi. Bilmayman nimaga sevmaysan meni. Sevmaysan meni, sevmaysan meni. Bilmayman nimaga sevmaysan meni. Sevmaysan meni, sevmaysan meni. Bilmayman nimaga sevmaysan meni. Canımni kiprikda tebrat chidayman. Ming xil xo'rligingni ko'rsat chidayman. Keyin sevmaslikni o'rgat chidayman. Bilmayman nimaga sevmaysan meni. Dilimga qarama, ta'na qilmayman. Ko'zimga qarama, shama qilmayman. Nimaga sevaman seni bilmayman. Bilmayman nimaga sevmaysan meni. Sevmaysan meni, sevmaysan meni. 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 Bilmayman nimaga sevmaysan meni.
nazarining xabar berishicha, taniqli biznesmenning sharmandali holatlari aks etgan videolari butun internet tarmoqlari orqali tarqalib ketgan. Va bu uni obro'siga anchagina putur yetdi. Aytishlaricha uni bu holatga tushishiga bir qiz sababchi ekan. Bir qiz uchun shunchalik sharmanda bo'lish to'g'rimi? Nima boshqa qiz qurib qolganmidi? Men sizdan xafaman. Siz meni umuman sevmaysiz. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nimaga shunaqa muhim kunni esingizdan chiqarib qo'ydingiz? Qanaqa kun bugun? Ko'rdingizmi? Menga erishmaguncha shuncha harakat qildingiz. Endi bildim. Sizga faqat dadamning mansablari qiziq bo'lgan. Qanaqa mansab, ishdan bo'shab bo'lganlar-ku. Adem menga rahmat desinlar. Pullarni aylantirib bermaganimda opa-singillar restoran yurib, yeb tugatib bo'lgan bo'larlaring. Agar sizga dadamning mansablari qiziq bo'lmaganda, agar siz meni rostdan sevgan bo'lganingizda, bugungi kun umuman esingizdan chiqmagan bo'lardi. Men seni sevmaymanmi? Yo'q, sevmaysiz. Aniqmi? Menga oy kerakmas, yulduzlar kerakmas, tabriklayman. ertaga ham emas, seni bugun Jonim, rahmat ko'rmasam sizga. bo'lmas. Rahmat Imron.